Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saxovat karvoni obachilar, sog' omonmisizlar? Hurmatli obachilar, xudo xolasa mahallamizning damkomi geldi. İnşallah shu yerda ro'zgularimizdan mahalladan yig'ilgan pullar bir duo qilib qo'yasizlar, xudo xolasa. İnşallah bu mahallada ham og'zibirchilik qilib, damkom bu yig'inab uyga girib, pullar kelibdilar, shularni bir ko'rib, shu duo qilib qo'ysangiz avvalo shu insonlarning nomidan Alloh rozi bo'lsin. Barchangizdan hurmatli obachilar, xudo xolasa bu tarafini kuzatib boraverasizlar. Hurmatli obachilar, xudo xolasa ben bolkumuzu borib gaplashdim. Penabologimiz her bir şutukunu hurmatli obachilar 12.500 so'mdan gaplashdik. Çünkü hurmatli obachilar eng sifatli, Xazarsız bo'yicha eng sifatli yaxshi penabologdan gaplashdik. İnşallah ro'zgularimizda uylari bir sifatli, bir joy yaxshi bir ko'p yil davomida sizlarga bir savob yozilib dursin degan maqsadda hurmatli obachilar, xudo xolasa o'zingiz ko'rib kuzatib xulosasini qilaversangiz. Hozircha keyin yo'q hurmatli obachilar, kelganda undan bir syomka tashlab beraman. Bir ro'zgularimizdan bir duolaylik deb turibman. Hurmatli obachilar, shu yerda damkom bo'lib keldilar. Xudo xolasa o'zingiz bir fikr xulosangizni kommentariyada yozib ketaverasizlar, xudo xolasa. Hurmatli obachilar, yana damkom bo'lib keldilar. Xudo xolasa damkom bo'lib, assalomu alaykum. Amasa keldingizmi? Sog'-omonmisiz? Xudo xolasa endi. Rahmat bu. O'zingiz amasa yetmasa sog'lig'ingiz yaxshimi? El yurt tinchmi? Barakat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Yana hurmatli obachilar, xudo xolasa damkom bo'lib, qo'limdan kelgancha shu mahallada yig'inab ro'zgularimizga bir yordam qilibdilar. Shu inson ham duo qilib qo'yasizlar, xudo xolasa. Ehson sevar insonlar barchasini duo qilib qo'yasizlar. Shu mahalladagi ehson bergan insonlar, hurmatli obachilar. Ya bu yaratıcı eksana. Alloh rozi bo'lsin. Ya bu $100 bu yaratımızdaki şaşıkçılar eksana. Bilemem, cuma ekan. Ya bu kalkanı yaratımdan düşkebetten düşken eksan. Bir pot yabayın. Bir duo qilib bering yana. Xudoyim shunaqa o'ylab berganlari tangallik qilsin. Xudoyim bir so'mini milyoni bergay. Alloh taolayam ko'p Navro'zlari ko'rgaylar. Uyunda bola chaqalari bilan sog' salomatgina yashagaylar. Alloh subhanahu taolayam shularga hamisha 360 rahmat nazari bilan qarab, ko'p Navro'zlari ko'rib, ko'p bayramlari ko'rib, sog' salomatgina Alloh subhanahu taolayam hamisha sog' salomat oilalarida tinch xotirjam devlet davran sürgeyler Xudaya Xudanda algayla aldırmayla dolgayla xolmağal dolgayla rudaşgayla dökülmeyler. Allah Teala'yam hemişan baktışlara gün ömür bak saadet dilimen başım secdede yüzüm kublada. Allah Subhanahu Teala'yam şulara hemmesine bak saadet dilimen sağlık dilimen köp Navruzları görüyeyle Xudaya Xudanda. Hemişan bakta alыстaki yoktaki sefere gitkenleri aman sağına seferleri bir xatar bolgay bolaların eline sağ salametine gelgey hemmesi Allah Teala'yam hemişan bakta ata enelerine eldine sağ salamet gelip yanlarına dolularına rubillarına Allah bereke verip sağ salametine yürüyeyle. Şu ülkten baybalamam sağ bolgay baş olu bitti kaş olu bitti Xudaya Xudanda ömürleri uzun bolgay baklı saadet olup ömrü ömür yoldaşı bilen daim koşakari ballarını üstürüp indirip birini alim kılgay, birini hakim kılgay. Ey Rabbim, Allah Teala'ya şunun işleri başla bir ya adamlara, insanlara hem işan mağdı dileklimen, hem mağdı dileklerim kabul kılgay. Allahu ekber. Duanız icabet bolgay. Joya gir bolgay sen sana sağ salamat gele. Duanız icabet bolsa yana. Bay bolgay siz Xudayım. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم آمين iş başla işleri amin Xudayım şu on bolup tuvaletip oturar şu artıkınızı öğrentirip tuvaletip söyleyip oturar Amin. Allahu ekber. Duanız icabet bolsun hocata. Berekeli uy bolgay. Amin. Hayırlı uy bolgay Xudaya Xudavanda. Amin. Hemme şu uy küne devel. Toza joy tine temizlep değil. Amin. Allahu ekber. Duanız icabet bolsun. Sağ olun nasıl? Damkom bu sizden ham Allah razı olsun. Xudo xolasa endi bu yanına güne güne Neyse. onu razı Xudo xolasa etamiz. Xudo xolasa yana bu rahmet bu. Allah razı olsun barchangizdan. Rahmet bu. Hurmatli obachilar, Xudo xolasa endi ko'rganlaringizning bu yan tarafini yine pena bloklarına tayyorgarlik ko'rib qo'ydik. Hurmatli obachilar, ham bir kavuchlari o'rildi. Ko'rib turganlaringiz deyin. Xudo xolasa hozir pena bo'lib kelgandan Xudo xolasa boshlab beraveramiz. Hurmatli obachilar, 60 xolta plitishni ichiga aldirdik. Xudo xolasa 1220 dona pena bo'lib ketadi ekan. Beri Xudo xolasa shuni ham gaplashib, hozir uni ham birinchi reysini aytganlar. Har bir reysi hurmatli obachilar 350 shtuk ketadi, sig'adi ekan bir mashina. Shunga qarab Xudo xolasa harakat qilaveramiz. 1220 dona ketadi ekan hurmatli obachilar. Xudo xolasa hozir boshlab beraveramiz.
görüp turganlaringizni hem yerlere bir qator, iki qator keluvchi o'rildi, demak onları qo'yildi, hurmatli obachilar. Xudo xolasa, bu yerda befarq qarab turmishlar degan umiddaman. Xudo xolasa. Ya görüp turganlaringizni hurmatli obachilar, el atamizdan ham buyerdan qo'ldan kelgancha yordam qildilar, Damkom buvadan ham Alloh rozi bo'lsin shu insondan, Xudo xolasa. Bu yan tarafına befarq qo'ymishlar degan umiddaman. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Hurmatli obachilar, befarq qo'ymishlar degan umiddaman. Bu yanda Xudo xolasa, og'zi bichilik qilib tursangiz, Xudo xolasa hammasi oydin bo'ladi inshaalloh. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Sog' omon bo'lgaysizlar hurmatli obachilar.